Masjidda hamma taqvodor, ko'chada hamma taqvodor. Haqiqiy taqvochi uyda bo'ladi. Oldi berdida bo'ladi. Odamlar bilan bo'lgan muomalada bo'ladi. Odamlar bilan oldi berdi qilsangiz, quda anda bo'lsangiz, keyin bilasiz uni ichiga kirib borgandan keyin. Bir odam kelib yig'ladi-ya. Men bu yigitni deydilar, axloqiga, ko'chadagi qo'li ko'ksida salomiga mahliyo bo'lib, qizimni beribman deydi, quda bo'lib. Bu deydi, uyida umuman boshqacha odamlar ekan bular deydi. Bular ko'chada boshqa odam, uyda boshqacha odam ekan deydi. Bu keliniga deydi, mardikor nazari bilan qarayapti deydi. Ko'ch kaloni bilan ko'chib kelib xizmat qiladigan bir xizmatkor munosabatda bo'lyapti deydi. Bu inson farzandi-ku deydi. Shulari qizi yo'qmikan deyapti. Men juda ham yanglishibman. Bir qizi taqdiri buzilib ketyapti, oraga deb yig'layapti, ota yig'layapti. Men bu qudani, quda erkakni ko'chadagi yurish-turishiga mahliyo bo'lib, odobiga xaridor bo'lib, bu yaxshi yigit deb turib, quda bo'lib qizimni bersam, meni ham behurmat qildi, sansirab deydi. Mendan yosh quda deydi. Shuning uchun azizlar, axloqli yigit kerak bizga.